O'zbekiston va Malayziya o'rtasidagi agrar hamkorlik amaliy loyihalar bilan mustahkamlanmoqda. Malayziya qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligi vaziri boshchiligidagi delegatsiya vakillari O'rta-Chirchiq tumanidagi Sholichilik ilmiy tadqiqot institutida bo'ldi. Muloqot davomida suv resurslaridan oqilona foydalanish, sholichilikda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda ilmiy hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. Muloqotlar chog'ida suv tanqisligi, tuproq sho'rlanishi hamda iqlim o'zgarishlarining qishloq xo'jaligi samaradorligiga ta'siri kabi dolzarb masalalar muhokama qilindi. Tomonlar kam suv sarflaydigan agrotexnologiyalarni joriy etish, sho'rlangan hududlarda yetishtirishga mos va yuqori hosildor sholi navlarini yaratish, shuningdek, suvdan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy ishlanmalarni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha fikr almashdilar. Shuningdek, Malayziyaning sholichilik sohasidagi ilg'or tajribasini joriy etish, mahalliy va xorijiy navlarni sinovdan o'tkazish, sho'rlikka hamda qurg'oqchilikka chidamli yangi navlarni yaratish, seleksiya ishlari va mutaxassislar o'rtasida tajriba almashinuvini yo'lga qo'yish yuzasidan hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. Malayziya delegatsiyasining ushbu tashrifdan asosiy maqsadi ikki davlat o'rtasida qishloq xo'jaligi sohasidagi hamkorlik imkoniyatlarini o'rganishdan iborat. Delegatsiyaga Malayziya qishloq xo'jaligi vaziri boshchilik qilmoqda. Tashrif davomida biznes, investitsiya, ilmiy tadqiqot va kadrlar tayyorlash yo'nalishlarida hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. Delegatsiya avval Samarqand viloyatida bo'lib, hudud rahbariyati bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Shuningdek, Farg'ona viloyatiga tashrif ham rejalashtirilgan. Bugun Toshkent davlat agrar universiteti hamda sholichilik ilmiy tadqiqot institutida bo'ldik. Muzokaralar davomida Malayziya va O'zbekiston o'rtasida sholichilik, baliqchilik, parrandachilik, jumladan tovuq go'shti va tuxum yetishtirish, shuningdek chorvachilik yo'nalishlarida katta hamkorlik salohiyati mavjudligi qayd etildi. Mazkur tashrifning asosiy maqsadi ana shu imkoniyatlarni o'rganish va kelgusida amaliy hamkorlik uchun yangi yo'nalishlarni belgilab olishdan iborat. Tashrif doirasida delegatsiya a'zolari institutning zamonaviy laboratoriyalari faoliyati bilan tanishdi. Mehmonlarga seleksiya va urug'chilik yo'nalishlarida olib borilayotgan ilmiy izlanishlar, yangi shol navlarini yaratish jarayonlari, sholi namunalarining sifat ko'rsatkichlarini aniqlash, ularning turli tuproq iqlim sharoitlariga moslashuvchanligini baholash hamda laboratoriyalarda qo'llanilayotgan zamonaviy tadqiqot usullari haqida ma'lumot berildi. Mazkur tashrif O'zbekiston va Malayziya o'rtasida sholichilik sohasidagi ilmiy amaliy hamkorlikni yanada rivojlantirish, innovatsion texnologiyalar almashinuvini kengaytirish hamda qishloq xo'jaligi oldida turgan dolzarb masalalarga samarali yechimlar ishlab chiqish borasidagi sa'y-harakatlarni mustahkamlashga xizmat qilishi shubhasiz.